Nima uchun ba'zi kasalliklar uzoq vaqt davom etadi? Ya'ni davolash ko'p vaqt talab qiladi. Keling, men sizga buni doskada qisqacha tushuntirib beraman. Sog'lom organizmda, sog'lom a'zoda hujayralar mana shu tartibda joylashadi. Hujayralar aro bo'shliq o'rtasida mikrosirkulyatsiya, limfa drenaj amalga oshadi. Ya'ni mikrokapillyarlar, arteriola, kichkina qon tomirlar bo'ladi. Bu hujayralarning faoliyati davomida ishlab chiqargan mahsulotlarni qonga chiqib, modda almashinuvini amalga oshirishga yordam beradi. Kasal organizmda esa hujayralar shishib, hujayralar aro bo'shliq, ya'ni interstitsiya yopilib qoladi. Bunda mikrosirkulyatsiya, limfa drenaj amalga oshmaydi. Va o'z navbatida birinchi o'rinda B limfositlar, hujayra immun tizimi ishlamaydi. Nega? Chunki leykositlar mikrosirkulyatsiya orqali hujayralargacha yetib bormaydi. Kelishi mumkin mikrokapillyarlar mana shu joygacha keladi. Ya'ni bu yoqda bekilgandan keyin interstitsiyada yetib bormaydi. Limfositlar, leykositlar biz bilamiz immun tizim uchun javob beradi. Bundan tashqari surunkali kasallik nega yuzaga keladi desak, biz dori vositalarini iste'mol qilamiz, kapelnitsa deymiz, qon tomirga jo'natamiz. Mana shu joy yopilgandan keyin ma'lum bir joygacha keladi-yu, bu yoqqacha o'tmaydi. Ya'ni kasal organizm shu uchun surunkali davom etaveradi. Men o'zimning faoliyatim davomida organizmdagi turli xil tizim kasalliklarini muvaffaqiyatli davoladim. Jumladan qalqonsimon bez kasalliklarini, yurak qon tomir tizim kasalliklarini, ya'ni arterial gipertenziya, bu ham surunkali kasalliklardan, surunkali obstruktiv bronxit, pnevmoniyalar, bronxial astma kasalliklarini hamda yurak qon tomir a'zolarida uchraydigan boshqa kasalliklarni muvaffaqiyatli davoladim. Agarda sizga ham shunga o'xshash muammolar, ya'ni surunkali kasalliklar bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz.